Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizda anam belgeli retsep asosida gökberek tayyorlaymiz. Bozorga borib 1 kg gök 15 ming so'm ekan aslan. Bu arabaga soldurib oldimdan ve ekkab. Gereksiyelerni olib tashladimdan, yaxshilab yuvdimdan 20 minut qaynatib oldim. Qaynagan göklarni setkadan o'tirdim-dan piyoz zo'ramaga tushdim. Doğralgan piyozlarni qizartib, qovurib oldim. Bir qarasam gök ham so'g'an ekan aslan. Oldimdan siqib suvlarini misorkadan chiqarmoqqa yardim. Misorkadan chiqarib bo'lgandan 4 dona tuxum bilan qovurilgan piyozni berib tuzlarni soldimdan qarib chetalib qo'ydim. Ana endi gökberekni xamirini atamanladim. Yarım stakan su salıp, 2 tuxum salıp, duz salıp, uyda kalan zeyliyle bağladım. Yerdimden blenderda çıkarıp aldım. Mazlatib qardımdan qarasam shu taşını xamir oldu. Lekin meyze tavsiye etamadim, zo'r chiqadi ekan. Chiroyli qilib yoyib oldimdan kesmega o'tdim. Videoda ko'rsatilganini aytib ketsaydi, sen ham chiroyli bo'lib chiqadi. Gramovka hamma narsalarni opsiyada yozib qoldiraman, opsiyadan olasizlar. Keyingi videoda ovqat pishirishimizni xohlasangiz kommentariyada yozib ketinglar. Eng ko'p kommentariyaga yengnagan ovqatni biza tayyorlab videosini chiqarib beramiz. Gökberek ham shu bilan tayyor bo'ldi. Sog' bo'linglar.